Ulug'ligimizdan bugungi videoda arak va obunachilar bilan birgalikda juda ham zo'r o'yin o'ynaymiz bolalar. Kerak orqada ko'rayotganida menda ferma bor. O'sha fermaga men bolalar bugun mollarni boqib turib eng katta ferma qurishim kerak bo'ladi bolalar. Arak bilan birgalikda challenge qilamiz. Aytdi, ya'ni obunachilar kelib qo'shilyapti bolalar. Sizlar ham avvalda bizdan o'yinga qo'shilib, bizlar bilan birga o'ynashni bo'lsanglar, videoga like bosib, hamma kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim deyman, randomni eng omadli 5 ta obunachimni o'ziga qo'shaman bolalar. Har bitta videoda bolalar. Shuning uchun challenge boshladik, qarang, arak ketdi. Zigoma, ay salomlashib qo'y. Arak bor edi. Arak bor, kimdir meni unga olibdi. Men chetga o'tkazib yig'layman. Yo, arak yig'lama, arak bu yoqqa. Bo'ldi, hazırlashdim. Qani, qarang. Men yana arak. Ha, arak yana arak. Har kuni arak. Arak kuchayib ketdi, arak. Hoppa, bolalar. Bitta sigirim bor va mana shu sigirimiz sut ishlayapti. Bizga sut beradi. Sutni esa biz mana shu fermerlarga sotamiz. Fermer sotgandan keyin fermerchi do'konchalarga berib, buni qimmat narxda menga $300 men hozir. Nima? To'g'ri. Qani? Siz deb qo'ymayapsiz-ku, siz buyoqqa. Nimaga ketdingiz bu yoqqa? Nima bu? Nimaga ketdingiz bu yoqqa? Bu yoqingiz. Arak aldetdi bizani, o'zi bu yoqqa keldi bu aytdi. Ekran qarasangiz ko'rasiz. To'xta, bu yoqqa keldim. Ha? Mana, ket. Stop kelishga keldingiz. Drizadagilar keladi. Drizadagilar keladi. Hozir menga ham keladi. Hozir qarashni aytasiz, 1 kga buni kuchaytirsa bo'larmikan? 1 kga buni kuchaytirish kerak ekan-da. Mana kuchaytirdik. Endi bizga zo'r narxlarni berar ekan. Endi bu yog'i 5 ga kuchaytirilar ekan. Voy, bitta nima 1 kga qanaqadir bir sigir berdi menga. Yo-mayo. Buni endi birga almashtirsa bo'lar ekan. Endi $3 dan beryapti bu sigirim meni. Spin berdi deginga. Spinni aylantiramiz. Let's go. Nima bu? Ya bu bizga kerak emas. Spinni qayerda aylantiradi shunda? Spin aylantirsa bo'lar ekan. Bu yerda boya arkka ana tushdi-da, bor 2,5%. 50 ga pul tushdi arkka. Menga dar sigir tushsin. 1,5% sigir tushsin menga. Davay, bajarishda 4 ta spinim bor. 5 ga tushdi. 5 ga kam-ku. Ko'proq pul ber. Пожалуйста, дай. Mana omadim bo'ldi. Arak omad вообще kuchli ekan. Yutib qo'yadi hozir bizani. Menga 43% tushyapti nimaga? O'zingizga bir joyga qo'shmasdan, o'g'ri bo'lmasdan ko'rayotgan bilsanglar, obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. O'zi bular like obuna bosmagan, shunga menga musulmon chiqyapti. Mana 1000 ta qilib qo'yak. Mayaklarni 1000 ta qilib qo'yamiz, arak easy. Pul qilyapti-ku. Вообще bittada qilib tashlashadi, bittada 1000 ta like'ni. Obunani ham bosib tashlashadi. 40 ta edi вообще. Obunachilar вообще obunani ham yorib tashlashadi. Yaqinda 100 ming ta bo'lsak, bolalar yorib o'rishni karabashni qilib tashlaymiz. Bolalar, davay qarang, 100 ming bizlar men sizlarga o'g'laringga boraman, akajon deyman, nima deyman keyin bilmasam. Akajon ruh tashlab bering deyman. O'zi o'zida deb turadi. Mana qita qo'yamiz. Sigirlar almashtiramiz. Obrazalar nima qilyapti endi bilmayman. Mani yonida turibdi ular. Istamoqchimi bilmayman. Tekinga pullarni beribdi. Molla uchun molla hamma buni o'tibdilar. Voy, mollarni sotsa ular ekan, mollarni. Bu nima yo'l ustida yuribdi, mashina urib ketadilar. Offline error, join the group to revert. Bitta narsa tekinga narsa berar ekan guruhga qo'shilsak. Zo'r narsa berar ekandagi men guruh. Hamkorlik qilyapmi? Nima bilan? Lego bilan Roblox hamkorlik qilyapmi? Balkim bo'lishi mumkin. Chunki Lego sifat skilllar ko'pda. Shuni aytaman. Zo'r ekan lekin. Mollarni qo'yib chiqamiz. Joyga qo'y. Bo'ldi mana. Kash 180 ta sut bor. Sutni sotish kerak. Sutni qayerda sotadi? Mana yerda sotamiz sutni. Qani, короче, sotib qoldi endi. Besh kattalashib bilmaganman. Hamma. $1 ekan. Boyagi obunachi keldi sotib olgan. $16 dan olibdi mendan. Yaxshi, $16,000. Ba'zamizda levelni kuchaytiramiz. Yaxshi. Endi boshqacha bizda o'sha narsalar ko'paydi, konteynerlar ko'paydi, baklashkalar ko'paydi. Biz endi ko'proq sut solib, ularni ko'proq sotsak bo'ladi. Yaxshi.
Qani sutlarni oldik, biz ko'p sutlarni yig'ishimiz kerak. Bittada yig'ib qo'yadigan bo'lib ketdim mana. Yo, buni qaranglar ko'pligini. Yo'q, bitta yig'ib qo'yarkan bochkaga. Bochkalarni ko'paytirish kerak, qarorchi. 3 kala mana uyga tiqilib tutib bilmayman nima qilish kerak. Yo'q, ozman to'xta. Sana sotarik. Ya, kim keldi? Obunachi keldi. Opug Families. $19 har bitta buketi bo'ladi. $54,000 bor, $80,000 zo'rnam ishtirishdan bo'lar ekan. Endi qarorchi shopga boram. Juda zo'r anoda bor ekan. Va shopga ketdi bo'ldi. Endi pulimiz yetadi. Qimmatroq anonlarni sigirda olamiz. Yaxshi. Bu yo'g'i вообще boshqacha bo'ldi. Bu qanaqa sigirna bazasi 35 anon qilib berar ekan. Yaxshi. 1 millionga kuchaytirib o'tdi. Qaror bo'lan boshqadan pick-up qilamiz. Buni pick-up qilib betga qo'yib qo'yaman. Yaxshi. Masjidga hammasi to'ladi bo'ldi. Mana 7000 bor uje. Bazamizni kuchaytiramiz, $80,000 kerak ekan. Qani, kim keldi? Voy, obunachi, 7 dragon keldi. Sotamiz. Mana. $185,000 ga sotardim. Ko'rinyaptimi senga? Yo'q, men ko'rmayman. Ha, ko'rinmas ekan. $80,000 ga hammalarni 4-chi level qildik. Senga nechinchi level bo'ldi? 5-levelga. Men yiqilibman-ku, bitta level qoldi. 250 yig'sam bo'ldi. Keyin 4 million, men 4 millionmi? 1 million. Ha, kerak. 4 million keyingi zonani ochishga. Nariyoqda. Reverse yo'qmagan bitta? Mana u tushundim. Bitta reverse nima qiladi? Day bo'ldi, zo'roq kuchaydi. 1 million pulum bor, nima ham bor? 1 million? 5-level qildim zonani. 6-ga harakat endi. Ujimi? Yo'q, men rivojlanib ketdim. Hozir biz ham rivojlanamiz. Hozircha biz rivojlanamiz. Buncha kam. Sotekchi oz qolganlarni hozir 5-level qilamiz. Qani kim keldi? Ronaldo keldi. $29 dan buketi. $277,000 bor. 5-level qildi. 5-level qildik. Yaxshi, birisi boshqa gap. 5 yulduz bo'ldi. Bozorimiz, qarshi fermamiz 5 yulduz. Fermani kattalashtirib olish kerak fermani. Yo'q, bor. 110 ga yon tarafda ochsa bo'lar ekan. Hoppa, yon tarafda ochib qo'ydim. Menga nimaga 4 million? Yo'q, yon tarafing arzon. Orqa taraf 4 million ekan. Mana ham 4 million. Mana bu yerga ham ochib qo'yaman. 25 ga. Yo'q-e? Uyimdagi. O ana, bunisi katta edi endi fermalarimiz. Bitta baqlashing necha dollardan sotyapsan? Bitta bakalashga 20 ga eng kattasi. To'lsa. Yo'q, emas, sotayotgan necha dollar buketiga beradi? Qarada sotaryapsiz. Yo'q, 4 million. 2 million pul. Biz yetib olishimiz kerak, valla chota. Chota yetib olishimiz kerak. Kollektor shop bor ekan, bitta kollektor olamiz yangisidan. $320 ga katta kollektor oldim. Dahshat kollektor oldim o'zi ham bor. Hozir men bitta bilan pick-up qilib olib tashlaymiz endi. Bular вообще bizga kerak emas. Bitta katta kollektor qo'yib qo'ysak bo'ldi. Bu 80 talik, 20 kalik bitta qo'yib qo'yamiz, 4 kalik bilan. Bo'ldi. Nima bu? $40. Oy, bu nima bu? Mana qo'yib qo'yamiz. O'zi sayyordan kelgan narsa. Mol bor ekan bitta, o'zi sayyordan kelgan. Yaxshi, hozir to'ladi bular. 8 ga 9 ga narsamiz bor. 9 mingta buketimiz bor. Qani sotamiz. Necha dollardan? Iltimos, qimmatroq narx bering, brat, Spider-Man. Orfb $45. Bo'pti, o'rtacha normalniy. $500,000 bor. Shop ko'tib yana ko'proq sigilni olib berishimiz kerak biza. Noyatlar bor. Statue, decoration shop, statue shop. Dekoratsiya qiladigan narsadan, ana decoration narsalar olsa, pul berar ekan sekundiga. O, tez beradigan narsa. Hozir. Mana ketdi. Decoration shop. Mana 20%. Statue bizga foizga narsa qo'shib berar ekan. Ola sekundiga pul berar ekan, lekin qimmat ekan bular вообще. Hech. Parvozatli qilib oldim, sizchi? Ha? Uni parvozatli qis qilib oldim. Ha, akkuratni qilib qo'yding. O, cho'tik chiqibdi-ku. Qara bitta narsa o'rgataymi? Ark. Bularni bu yoqqa qo'ygan neto bo'pti. Nega? Uzoqqa manaqa sigirlarni qo'yib, yaqiniga manaqa yig'adiganlarni qo'yib qo'ysang, masalan, siraz yig'ib chiqasan-da, mana bu yerda yig'ib chiqasan. Bu yoqqa borib o'tirmaysan. Mana shu yerda yig'ib yuborasan, mana shu yerda yig'ib tashlaysan. Endi menga endi menga unaqa dekoratsiya deb qo'yding. Ha. Nimadir berdi-da. Ha.
Motivatsiya berdi. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Vale, gapirmanglar. Qo'rquvchoq qilib dekor qo'yib chiqaman, keyin sizlardan bo'lib ketaman. Yo, ana. Video olsin deb yozibdi. Asadbek. Video. Levelni 6-level qolman. 6-level bo'ldi bola. Firmamiz level 6. Endi qimmatroq narx berishadi bizga. Menga shunisi kerak, kakras. Mayda sotib olgan narslarim bor edi meni. Bu yerda ochishdi 650 ga ochibsan, mana shu yerda gap yo'q. 12 ming tanamiz bor. Davay. Sotamiz. Qimmatroq narx beradiganlar bormi? Opaking $76. Yaxshi, 1 millionga sotardik. Endi 1 millionga shopda yana olib kelamiz sigirchalarni. Stokda sigirchalar tiqallab yotibdi. 380 mingtadan olib tashlaymiz ularni. Yaxshi, 85 mingtadan olib tashlaymiz. Stok qolmadi. Stok tugab qoldi. Yaxshisiz. Maylicha. Zonaga qaytamiz. Bazaga qaytib, nollarni yig'ib qo'yamiz. Yangi sigirlarni joylashtirib qo'yamiz mana yerga. Hoppa, bunisi boshqa gap. O. Akang kuchaydi o'zi. Akangiz joyi kattaroq firmada. $66 bu ketiga. Arzon narx etdi. Ko't. Mayli necha oy chiqsa. To'xtaylar. Yangisini ochishdan oldin biz undan ko'ra sigir sotib bo'lmaydimi? 1.8 millionga sotib oldim mana. Zo'r sigir fermasi sotib oldim. Hoppa, joylashtirdik buni betga. Sigirlarni boshqacharoq skin olish kerak. Aytda kerak narsalarni qayta sotaversa bo'ladi. Obunasizman deb yozyapti. Malades o'zing. Bilaman deb yozardi. Adresim bor ekan. O'zi mendan kirib o'tir. Da, sotamiz. 6,5 millionga 7-chilik sana. Sen nechinchilik qilding? Ark? Ha, 5-chi. Men 6 qo'ydim-ku. Siz A4gasiz. Ha? Mana qarang. Siz A4 bilan nima qiladi bu? A4, A1. Qaysi A4, A1? Qarang. Tabni bosing. Tab A4, A1. Ha, bular zonalarning nomi-ku, Ark. Demak, ben zonamni nomi Popel 4. A5 saniki, A5 meniki. Lekin menga 6-levelga o'tish uchun 6 million kerak. 6-levelga o'tish uchunmi? Yo'q, 7-ga o'tish uchun bu. 7-ga o'tish uchun. Ha, hozir 6-level, 7-ga o'tish uchun bu kerak. Soting. Treadmill bering deb hozir. Admin abizda bolalar endinga. Nimalar aytaylar-da? Nima olding? Boyib ketdingmi deyman. O'zida bir nimalar bertirsa boyib ketgan bo'lasan. 7-level qildim, he. O'tirib bertaylar menga. Nima qilding? Nima olding? Yo'q, o'zi mana toshlarni bajaruvdim, bitdi. Yo'q, Qurg'uch tutdi. Uncha. Doimo ular yig'amiz. Nima deyapsiz? Bering 3x yoki 9x. Da, yig'ib olamiz bolalarni. Qani sotdik-chi? Biroz qimmatroq. Ha. Romaga keldi. Roma aka? Tezingda bormi? Da. Roma aka bilan videomiz bo'ldi. Mana shu videoga 1000 ta like etsanglar Roma aka bilan video olamiz. 1000 ta, 50 ming ta like yig'ing, iltimos. Ha, 50 ming ta. Ya, unda bir kun ichida 1 milliard ta like yig'sin Romaga bilan. Voy, bechoralar qiynalib ketadi endi. Yig'ib tashlasalar, lekin jinni bo'lib qolaman-ku men. Mazam qochib qoladi, hushimdan ketib qolaman. Ertaga ertalab turmay qolsam uyqudan. Samurayni chaqirsam, video olamizmi deb chaqirsam samurayni deylar. Mana kerak emas narsalarni qanaqa sotarsa bo'ladi. Yo'q, men 7-levelga o'tdim. 32 million bilanmi? 32 millionmi-du? Ha, 6 million bilanmi? 3 million bilan, 6 million debman, 3 million. Yoki 6 millionmi? O'tamiz. Ha, 8 ga. Doniyor keldi. Menda ark kelmayapti nimagadir. Mayda tuxum qach chiqsa bo'lar ekanmi? Nima bu? Menga bir nima berdi. Yo'q, dahshat narsa berdi menga borib. Mana unga qo'shib qo'ydik. Mana eng qimmat qaysi? Mana shuni qo'shib qo'yamiz. Voy, endi 236 dan. Kichkina, mana bor mana, kichkina. Nima? Kichkina. Kichkina вообще. Kesang ko'rasan. Mashin. Senda ham bormi? Kichkina вообще. Ana bitta quyonga o'xshar ekan. Shuncha shirin bu.
Oldin quyon boqardim mana. Evet. Indeksda narsa berdi. Bikov berdi menga. 10 ta milk qo'shib berar ekan. Yaxshi, ayib chiqamiz yana. Boray samuray rolliga nima turyapti? 127 ming tane bormi? Yo'q. 200 yo'g'anda 200. 200? Mana kichkina. Ha bitta, mana. Kichik. Bu qanaqasi chist beradi? Kichkina-ku, bag'lashgan ham kichkina-ku bu. Nima beradi rostdan ham? Eng ko'p beradigan o'shada. 25 million pulim bor. Hozir bazamni anasini ko'paytirib tashlayman. Davay. 31 millionda. Iltimos qimmatroq narxi teng 8 million. 32 million pulim bor. Oy. 8-level qildim. Yaxshi. 8-level bor o'zi. Burisi вообще boshqa gap. 8-level qo'rdik. Hanga qo'ylar keldi mana bu yerga. Anolar. Buni sotib oldimmi? Bularni hammasini anu qilamiz, короче. Bitta ikkita sigirni birlashtiradigan narsa bor ekan-da, bitta. Fuse. 20 minutda fuse qilar ekan. 100 ga zo'r narsa berar ekan. Cool. Mana buni tiqib qo'yamiz, qimmatroq bo'ladi shunda. Bunga tiqamiz. 13 sekund deganda beryapti. Yig'ib tashlaymiz. 87 mingta bor. Uni sotamiz. Qimmatroq qancha narx berar ekan bola, nima deb o'ylaysizlar? Bunyodbek 155 dollarga sotyapman men. 14 million. Ko'tekchi 5 milliondan ikkita olamiz. Qolganiga buket olamiz. Buket. 6,5 million ekan-ku. 6,5 millionga olib boramiz. Qani 155 dollardan 7 millionga sotdim yana. Shopkota buket. 6,5 millionga oldim. Hoppa! Bu 120 kadan yig'ar ekan. Mana kerak emaslarni sotib yuboramiz-da, bor. Qilamiz pick up. Qo'yamiz. Endi bunisi boshqa gap. Bu to'lguncha ancha buncha vaqt kerak. Bittaz ko'p analarni ko'paytirish kerak-da sigirlarni. Tez to'ladi shunda вообще. Qani sotamiz. Keng daha 160 dollar, 11 million. Qandayni shopdan sigir olib kerak, sigir. Juda ham ko'p sigir kerak bizga hozir. 5 yillikda 3 ta kelibdi. Yaxshi. 4 minutda har 4 minutda stok bo'lar ekanda. Bundan ham olamiz. Bezga qaytaylikchi. Qani yangi narsalarimizni qo'yib chiqamiz. Betga qo'yamiz. Hoppa. Yaxshi. Firmamiz вообще dahshat bo'lib ketdi nasib. Assalomu alaykum, Kamolbek. Nimaga? Alaykum salom. O'zaki efirmi deb yozibdi. Efir? Efir video yo'q. Video-ku bu. Efir nima qiladi efir? Kefir bu. Kefir. 42 millionga yomon ham kattani chiqdi menda. 42 millionga sigir chiqdi. Mana. O'rtada yuribdi. Senga ham ko'rinadimi ekan u? Qara mana bu yerda. Yo'q, men ko'rmas ekan. Yo'qolib ketdi. 42 million 60 ta sut qo'shib berar ekan u. Buket. Qani sotaylikchi bularni? Ketib qolmang, brat, qayerga ketdingiz? Endi sotmoqchi edim. Videolaringiz zo'r deb o'tyapti. Rahmat katta. Yozdik yana. Bunyodbek ham qo'shildi. Hamma obunachilar qo'shilyapti. Bolalar, sizlar ham mana shunday o'ynamoqchi bo'lsanglar, bizlar bilan birgalikda videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. 17 million pulini. 37 millionim bor. Shop ko'tab yana anu qilamiz. Demak, bitta kollektor olishimiz kerak yangi. 280 ga. Yo'q. Undan ko'ra mana bundan olsak ko'proq o'zi bo'lmaydimi? Yo'q. Kattarog'idan bitta zo'rida olish kerak halichi. Endi bu yerda 20 millionga 300 sekundiga beradigani bor ekan. Mana unda ikkita olamiz. Mana bundan olamiz yana. Keyin bundan bitta olamiz. 10 million pulim qoldi. Bezga qaytaychi, joylashtirib chiqamiz endi. Orqani ochamiz mana bu yerda. Bay, sotib olamiz. Davay, ketdi, let's go. Endi qimmatlarini nariyoqqa joylashtiramiz firmamizga. Firmam kattaligini ko'ringlar, vallahi zo'rligini. Ana men ko'raychi. Firmam undan ham katta qo'ramiz. Normal ko'paymi? Ha, kattalashtirib tashladim. Sotib olyapman to'xtamasdan bor. Вообще ko'p yig'ib tashlaydi hozir. Uyni to'ldirib tashlagan. Mana 4 talasini. 4 talasini to'ldirib tashlabdi вообще. Bizga kerak emaslari bor. Mana uni sotib olamiz. 4 beradigan 13, 11 bizga вообще kerak emas. Voy, nima men bu kodni sotib oldim. 18. Musor sotib oldingmi? Yo'q. Kella bosmoqchi edim, kod sotib oldim. Musor. Yo'q. Shunda tirnog'imga emasman degan musorini sotib oldim.
kichik molcha beribdi menga yana. Musirqi berdi, 80 deb beradiganimni. Yo'qala kerak emas menga. Of. Bizdagi 156 million bo'lsa, level 8 qilar ekanmiz, Bizdagi endi soqqa kerak bo'ldi. Pulimiz tugab qoldi. Ataga 6 million pulimiz bor. Endi sotib pullarni olishimiz kerak. 162 dollardan million pulim bor. Hey, 80 million, 28 millionga kattaroq bachok olaman. Bu yerda 58 millionga nima olamiz? 20 dollarlikda 2 ta olamiz. Yaxshi, 5 dollarlikda 3 ta olamiz. 1.5 dollarlikdan 2 ta olamiz. Oho, buncha katta firmami? Amatara Alksila yozib ketinglar. Arksila borlar, Arksila bo'lsa sila deb yozinglar. Deb yozinglar. Sila emas, sila. Sila. Voy, kechalashtiramiz. Mana bu yerga joylashtiramiz. Deb aytuvdim. Oho. Pachoqlarni ko'paytirmasak, cho'ta вообще tez to'lib qolyapti bular. 300 mingta anom bor, buketim bor. 3 millionga mo'l to'ldim, yangi. Ani chiqqani deb yozyapti. Uxlab yotibdi. Ko'chada uxlabdi u kechada. Qani 157 dollar buketiga, yaxshi. 71 million pul. Da, yana bitta sotib 156 millionga levelini kuchaytiramiz ba'zan. Arik nechinchi? Hali kuchaytirib ekansan 9 ga. Yaxshi ish, menga yo'q. Hozir men kuchaytirib qo'yaman. 200 mingta buketim yig'ildi. Nimagadir kam yig'ilyapti. Sraz to'lmayapti. Kamda men anlarim. Ko'proq kol sotib olishimiz kerak. Ko'proq stiker sotib olamiz. Qarashni ko'proq sotib olishimiz kerak. Ko'proq sotib olishga ko'proq pul kerak-ku. Davay, chaqiraychi, iltimos. Obunachilarga gapim bor, aka. Xo'p. Ayting dedim mana. Iltimos qimmat. 160 dollar. Mayli, naralni. Sug'urib ketasan. Sharmanda. Borda yashagan video qachon chiqadi? Boshqa kanalda. Kanalda gaplar. Ha? Efir beradi, billa. Efir emas. Kecha videolarni qo'ydim. Ustonda. O'yin qotib qoldimi senda ham? Yo'q. Ba'zan qotyapti magadir. Kechagi videolarni qo'ydim. Qaranglar ko'ramiz. Nechta odam nechta like qilar ekan, nechta odam ko'rar ekan. 164 dollarga buketimiz, yaxshi 62 dollar. Levelda men 9 qildim. Arik 9 qildim. Qancha sotamiz? Yana 19 million. Qancha pulim bor hozir? 56 millionga biz kov olib kelamiz. 4 ga kov. To'xtanglar. Kov bu yer bor ekan bu yerda. Never mind, bizga kerak emas. Короче, men hozir biza steak deb olishimiz uchun Malibuga. Rostom. Ha? Mahmudga. Qani, davay 220 mingta anamiz bor. Davayda steak olamiz, yana yangi. Bittasi bo'lar ekan. Nima olsam, bolalar, bundan 35% ga bundan olsammi, 35 puldanmi? Mana buni olish kerak. Premium Statue Uncommon degan. Bezga o'takchi Pickhouse. Statueni taxlab qo'yamiz mana bu yerga. 35% endi menga sut qo'shib beradi. Boshqa gap. Obunachilar nima deyapti? Qaysi kanalda chiqadi, qaysi kanalda? O'zi bitta kanal bor bizda. Bitta emas. Har doim sotadigan kanallarimiz bor. Kanal ko'p-ku. Bizda kanal ko'p, sotasiz. Kameraysa to'xtay bosib qo'yinglar. Qani Xondamirga buket sotamiz, buket hozir 217 dollardan. 100 million, 155 million pulim bor. 9-levelda max bo'lar ekan. Terma. Qarajay, kov olamiz. Qani endi ko'ramiz hozir, kimni bazasi zo'r? Arikinikimi yoki menikimi? Bo'ldimi? Ha, ko'ramiz endi. Davay, birinchi siznikidan boshlaylik. Sekundachka. Mana ushlaymiz. Qaysi hamma narsani o'rtalaganmiz. Vola, men firmam qaranglar, kattaligini Ariknikini ko'ramiz. Arik lekin mendan oldin boshlab ketdi bor-ku. Statue olib tashlabdi Arik. Chiroyli qo'yibdi lekin akkuratni qilib gap-yo Arik. Qancha puling bor Arik? Hozir 35 million pulim bor. Mana dirzni qayla. Bundan ko'ra bitta kattaroqdan bitta olib qo'ysang bo'lmaydimi? Yo'q yaradi-da. Kattaroqdan bitta olib qo'ysang, bitta turadi faqat. Yo'q, qarorchi bolalar, ikkita base'ni ko'rdinglar, Arikdagi meniki. Sizlar ko'rsataman. Hozir.
Mana bolalar, ekranda ko'rsatyapman mana. Men kelibman Arkda mana. Arkda men kelganman. Nima qilyapsizlar ikkita? Ko'rdilarmi bolalar Ark kelgan. Nimadan sotding menga? Ana, $140 sotdim bolalar. Qarachi bolalar. Aniq qilsanglar, ko'rasizlar kimni firmasi zo'rroq, Arkdiki yoki meniki. Kommentariyaga yozib qoldiringlar o'zinglar. Arkdiki bo'lsa Arkchilar deb yozinglar, meniki bo'lsa Samuraychilar deb yozinglar bolalar. Qarachi bolalar, videoni tugatamiz. Like bosib kanalga ko'rishguncha xayr.